Assalomu alaykum. Bizda yangi rang, yangi model, ya'ni eski modelimizni ozgina o'zgartirdik. Z3imizni o'zgartirdik. O'lchamlari 10 ga 7 santimetrda. Rangi o'zini ofitsialniy rangi Chestina deyilar ekan, Crazy Horse terisidan tayyorlangan. Men tasavvur qilishlari uchun olxo'ri rangi deyman. Slivani rangida, to'q sliva rangida. Shuni effektini beradi. Bizda hali zaytun rangi bor edi, zaytun rangiga yaqinroq. Mana zaytun rang, bu zaytun, bu olxo'ri rang. Yani sliva rang. Z3'imiz, Z3, Z2dan farqi, Z1 bilan Z2dan farqi. Tashqi ko'rinish mana chekalarida buni bo'rtib chiqqan joylari bor. Bunda yo'q. Ixchamlashtirdik, iloji boricha arzonlashtirdik. Keyin ularning ichida magnit bo'ladi mana. Bunda magnitsiz pistoni ham yo'q, hattoki o'zini plastikda sursa maydan qopqog'i ochiladi o'zi mana. Plastikda surish ham shart emas, xohlovchilar mana o'zini shunday ochsa ochiladi tili. Ichkari tomonga mana kartalar soladigan joy qo'shdik. Xuddi Z2 bilan bir xil qilib chiqarib ko'rsataman. Z2 bilan bir xil qilib, Z2dan kichkinaroq, arzonroq bu juda. Yopganda mana orqa tarafda ham bor karta soladigan joyi. Orqa tarafdagini bu surilsa bu yerdan chiqadi mana. Bu old tarafi bu. Ichki tarafi. Pul soladigan joyi ham bor. Pullar bilan loppa loyiq. Juda ham ixcham. Cho'ntakka ham cho'ntakda почти bilinmaydi. Juda ham chiroyli chiqdi. Rangi shu sliva rang. Kimga qiziq bo'lsa Z3 modelimiz bor, aloqaga chiqarasizlar.